Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Men Go'zal Ahrarovna, 15 yillik tajribaga ega ginekologman. Bugun sizlar bilan homiladorlik davrida homilador ayolning vazni qancha kiloga oshishi haqida gaplashamiz. Normada har bitta ayolda homiladorlik davrida vazn olish bo'ladi. Bu norma hisoblanadi. Birinchi trimestrda homilador ayollarimiz unaqa ko'p vazn olishmaydi. Asosan 2 kg, 3 kg vazn olishadi. Bu norma. Ikkinchi, uchinchi trimestrda bo'lsa, bu vazn olish ortib boradi. Uzog'i 8 kg, 10 kggacha vazn olishadi. Homiladorlikning umumiy hisobida esa bu vazn olishlar soni 12 kggacha norma hisoblanadi. Agarda homiladorlik davrida bu vesdan oshib ketadigan bo'lsa, ayollarimiz o'zlarini, ya'ni semizlik kuzatiladi, ularda ojireniya kuzatiladi va bundan tashqari homilani, ya'ni qornidagi homilani vesini oshishi bolada krupniy plod, ya'ni yirik homila tug'ilishiga sabab bo'ladi. Agarda homila yirik bo'ladigan bo'lsa, birinchi tug'uvchilar uchun 3 kg 800 dan katta, ya'ni 4 kggacha bo'lgan homilani biz tug'dirib olishga ruxsat beramiz. 4 kgdan oshiq homilani esa asosan kesarva yo'li bilan tug'ishni tavsiya beramiz. Bundan tashqari homiladorlik davrida o'z-o'zidan semirish nima hisobiga ketadi? Asosan gormonal o'zgarish, ya'ni buqoq gormonlarining o'zgarishi ham homilador ayollarimizni o'z-o'zidan semirishga olib keladi. Shunday foydali ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying.